Yaxshimisizlar? Bugun biz ko'rgazmaning ikkinchi kuniga keldik. Eshikni tagiga qo'yadigan mana bunaqa nima deylardi bu? Xullas o'sha narsa turibdi. Gilamcha. Da. Har xili bor, har xil turdagi. Undan tashqari bizga yoqqan narsa mana bunaqa plet o'ranib nima qo'yadigan, ichiga matrasni nimasini tiqsa bo'ladi, matras nima? Xullas o'ranishga-da. Kema har xil rangi bor ekan. Buni kilolab sotar ekan. 1 kilosi 24 yuan ekan. Endi og'irligiga qarab narxi o'zgarib ketadi. Undan tashqari mana bunaqa gilamlari bor ekan. Yuqagina gilamchalari har xil rangda. Ko'rinishi zo'r, lekin yig'ishtirishga kelganda menimcha rosa qiynaladi. Undan tashqari mana bu yerda har xil turdagi bor ekan. Zavod Sujoda joylashgan. Materiallari zo'r. To'qilgan deyapti hammasi. Hozir endi keldik, hozir qarab chiqamiz, zo'r narsalar bo'lsa yana ko'rsatamiz.